5-iyun ham keldi. Aksiyaning oxirgi kuni. Endi nima bo'ladi? Assalomu alaykum hammaga. Bugun 5-iyun, aksiyaning oxirgi kuni. Aksiya tugagandan keyin nimalar bo'ladi va narx qanaqa bo'ladi sizlarga tushuntirib o'taman. Xo'p, aksiya tugagandan keyin boshlang'ich to'lovsiz xonadonlarimiz berilmaydi va bonuslar, mebel, texnika, bitovoy texnika va shunga o'xshash bonuslar qo'shib berilmaydi va 1+1 aksiyamiz ham tugaydi va har bir xonadonlarning narxi ko'tariladi. Bir xonali uylarniki kamida 10 million so'mga ko'tariladi, 2 xonali uylardagi 15 million so'mga, 3 xonali uylardagi 20 million so'mga kamida narxi ko'tariladi. Xo'p, xonadon bormi o'zi, qancha xonadon qoldi deyuvchilar uchun hozir monitorga qarab tursangiz, biz sizga monitorda to'liq sotuvdagi uylarimizni ko'rsatib beramiz. Xo'p, hozirda yashil kategoriyadagilar borlari hisoblanadi. Ko'rib turibsiz, 265 ta xonadonimiz bor. 2000 ta xonadondan 20 kun aksiya mobaynida 265 ta xonadon qoldi. Shuning uchun tezroq kelib orzuyingizdagi xonadonni boshlang'ich to'lovsiz katta chegirmada xarid qilib qoling. Sotuv ofisimiz bugun ishlaydi. Faqatgina tezroq kelsangizgina o'zingizga ma'qul xonadonlarni topasiz.